Omamaga bugun bizda do'lma tok baragidan tuz va ziravorlarni solamiz. Bir qoshiq tomat solamiz. Bundan kartoshkalarni yog'da qovurib olgandim. Endi shuni solamiz. Mardon kartoshkani alohida qovurib, keyin solaman. O'zimligimda tayyor do'lmalar bor edi. Shularni solamiz. Juda qattiq idishlar. Hammasini sovoldim. Endi ustidan suv bosqichlik qilib qashqirni suv solamiz. Endi buni past olovda qaynatib, dimlab qo'yamiz.